Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Muhtaram aziz yurtdoshlar, qadrli dindoshlar. Mana yana sizlar bilan onlayn savol-javob ko'rsatuvimiz orqali didorlashib turibmiz. Alloh taolo bugungi savol-javoblarimizni ham foydali, barchamiz uchun manfaatli qilishligini Allohdan duo qilib so'raymiz. Va vaqtni yo'qotmaslik uchun savollarga o'tamiz. Assalomu alaykum ustoz. So'ramoqchi bo'lgan narsam va'da, qasam haqida. Biror bir odam ikkinchi odamga bir nimani qilishligini va'da bersa va qanchadir vaqt o'tib rejalar o'zgarishi natijasida va'da berilgan odam va'da bergan odamga o'zini roziligi bilan menga bergan va'dangni bajarishingni xohlamayman, kechdim deb voz kechsa nima bo'ladi? Va'dasini bajarmasa hech qisi yo'qmi? Gunohkor bo'lib qolmaydimi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Xo'p, demak, bir kishi ikkinchi bir odam bilan va'da berishligini so'rayapti va ma'lum vaqt o'tgandan keyin ana shu va'dani bajarmasligini o'zi xohlayapti. Bu yerda o'sha va'da berilayotgan odam o'zi rozi bo'lganligi uchun, o'zi va'dani bajarmasligini xohlaganligi uchun va'da bergan taraf va'dani bajarmasa gunohkor bo'lmaydi. Ya'ni bu munofiqlik alomati hisoblanmaydi. Endi bu savolni kelib chiqishligi bizni hozir tushunishimiz bo'yicha mashhur, hammamiz bilgan, hammamiz eshitgan hadis sharifdan paydo bo'lgan bo'lsa kerak. Shuning uchun ana shu hadis sharifni ana shu joyiga ozgina bir tushuncha bersak menimcha manfaatli bo'ladi. Bu Sahih Buxoriyda kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'z hadis shariflarida ayatul munafiqi salasun, ya'ni munofiqning belgisi, alomati 3 ta deb turib, gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa xilof qiladi, omonatga xiyonat qiladi deb sanab o'tganlar. Endi muhaddislar, shorihlar mana shu joyda va'da bersa va'dasiga xilof qiladi degan joyini quyidagicha sharhlaydi. Asosan va'daga xilof qilishlikni bir necha turlari bor deydi. Birinchisi, bir kishi boshqa bir odamga va'da beryapti va va'da berayotgan paytda o'zi uning qalbida va'dani bajarmaslik qasdi bor. Masalan, bir kishi ikkinchi bir kishiga aytayaptiki, ertaga falon joyga siz bilan uchrashishga kelaman deb va'da beryapti. Lekin shu va'da berayotganda o'zi qalbida shu va'dani bajarmaslik maqsadi bor o'zi. Mana shu odamni shu qilmishi aynan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hadis shariflaridagi demak munofiqning belgisi, munofiqning alomati degan joyiga ayni shu bunday va'da turi kiradi. Endi yana bir va'dani yana bir turi borki, va'da beryapti, va'da berayotgan paytda va'dani bajarishlik maqsadi bor, lekin keyinchalik bir uzr sababli va'dani bajara olmay qoldi. Lekin haligi uzr va'dani bajarmaslikka to'siq bo'ladigan darajadagi uzr emas. Mana bu paytda ham bu odam nima qiladi? Va'dani bajarish kerak bo'ladi, aks holda gunohkor bo'ladi. Endi oxirgi 3-turi shundayki, bir odam va'da berdi, va'da bergan paytda va'dani amalga oshirishlik maqsadi ham bor edi, lekin keyinchalik shunday bir uzr bo'ldiki, u uzr uning va'dani bajarishligiga haqiqatdan to'sqinlik qilib qoldi. Masalan aytaylik, falon joyga kelaman, falon joyda siz bilan uchrashaman deb va'da bergan, o'sha paytda u jiddiy bir kasallikka chalinib qolib, boradigan holatda bo'lmay qoldi. Mana shu vaqtda bu odam nima bo'lmaydi? Gunohkor bo'lmaydi, bu odam uzrli hisoblanadi. Shuning uchun mana hozir va'dani bajarmaslikning 3 ta qismini aytib o'tdik. Hadis sharifdagi munofiqning belgisi degani, demak bu birinchi qismga to'g'ri keladi. Mana bu savolda so'ralayotgan holatda bir kishi va'da beryapti, lekin narigi taraf o'z xohishi bilan
bu va'dangizni bajarmasangiz roziman deyapti. Shuning uchun va'dani bajarmasa bu odam gunohkor bo'lmaydi, bu odamda munofiqlik alomati bo'lmaydi. Vallohu a'lam. Hozirgi kunda ichiga o'sayotgan oyoq tirnog'ini to'g'rilaydigan plastmassadan yasalgan narsa chiqdi. Shuni oyoqdagi tirnoqning ikki o'sayotgan tarafiga kirgiziladi. Shu narsani oyoqqa o'rnashtirgan holda tahorat olsa joiz bo'ladimi? Tirnoqning ikki yon tarafining ichiga suv kirishi vojibmi deb savol yo'llabdilar. Xo'p, demak, haqiqatdan ba'zi bir insonlarni oyoq tirnoqlari yon tarafga o'sadi. Bu savolda so'ralayotgan holat ana shuni oldini olish maqsadida tirnoqni ikki yoniga ma'lum bir jihozni solib qo'yar ekan. Endi bu yerda tahoratga bu to'siq bo'ladimi degan savolning javobi shunday bo'ladiki, agar ana o'sha moslamani, jihozni tahorat paytida olib qo'yadigan bo'lsa va uning tagiga suv yetkazsa, kasallikni, jarohatni salbiy holatga tushishiga sabab bo'lmaydigan bo'lsa, albatta bu moslamani olib qo'yadi va tagiga ham suv yetkazish kerak bo'ladi. Yo'q, masalan, u moslamani oladigan bo'lsa, uni tagiga suv yetadigan bo'lsa, jarohat kuchayib ketadi. Bu kasallikni yana ham bir salbiy oqibati kuchayib ketadigan holat bo'lsa, ana u paytda bu moslamani joyida qoldiradi. Ba'zida buni masalan osonlikcha chiqarish ham murakkab bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun joyida qoladi agar shunaqa holat bo'lsa va tahoratda uning ustidan mas tortib qo'yaveradi. Bu xuddiki masalan badanda bir jarohat bor, ana o'sha jarohatni ustini bog'lab qo'yilgan bog'ichni hukmida bo'lib qoladi. Shu bog'ichni yechmasdan ustidan mas tortib qo'ysa, demak tahorat bo'laveradi. Vallohu a'lam. Biz bozorda gul sotamiz. Ba'zi bir mijozlar gul olib qo'ying deb pulini berib qo'yib esidan chiqib qolib ketadi. Ba'zilari kelasi bozor kelib aytib, yo gulni yoki pulni olib ketadi. Qolgani qolib ketmoqda. Klientning bizda qolgan pulini nima qilishimiz kerak? Bismillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Demak, bu savol beruvchimiz gul sotish ishi bilan shug'ullanar ekanlar. Mijozlar kelib ma'lum bir gulni olish uchun pul berib ketar ekanlarda, keyin yo eslaridan chiqib qoladi yo qandaydir bir sabab bilan o'sha pullar bu sotuvchida qolib ketar ekan. Sotuvchida qolib ketgan pullar bu sotuvchida omonat turgan hisoblanadi. Omonat bo'lgandan keyin buni sotuvchi o'zicha ishlatib yormaydi yoki o'zini boshqa pullariga qo'shib yormaydi, alohida saqlab turadi va mijozni kelib olib ketishligini kutadi. Qanchadir vaqt o'tdi hamki, mijoz kelib pulni olib ketmayapti. Mijozni kelishligidan umid ham uzildi. Ana shu vaqtda bu pulni sotuvchi mijoz tomonidan faqir fuqarolarga, demak kambag'al odamlarga ehson qilib berib yuboradi. Vallohu a'lam. Bizning qishloqda bir nechta boylar qishloq ahlidan olxo'ri sotib olishadi. Ular bog' egasiga 1-2 ming dollar miqdorida bayboshi berishadi. Olxo'ri narxini esa kuzda xalq qanchadan sotsa, ana shuncha beramiz deyishadi. Lekin amalda unday bo'lmaydi. Balki xalq 5 ming so'm sotsa, 4500 so'mdan oladi ular. Bu holat qishloqda juda ham ommalashib ketgan. Qishda bahorda pul kerak bo'lganda pul beradi, evaziga bog'dagi olxo'rini faqat ana shu boyga sotadi. Bu shariatda joiz bo'ladimi? Bismillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Xo'p, bu savoldagi holat shariatimizda salam savdosi bor. Ya'ni bir qancha savdoni turlari bor. Ana shundan bittasi salam savdosi deyiladi. Shu salam savdosini to'g'ri shaklini inshaalloh tushuntirib bersak, mana shu savol so'rovchimiz o'zlari amal qilsa yoki o'shanday ish bilan shug'ullanayotganlarni shunga yo'naltirib qo'ysa, inshaalloh savobga sherik bo'ladi. Demak, salam savdosini to'g'ri amalga oshishligi uchun avvalo sotuvchi va oluvchini o'rtasidagi savdo qilinayotgan mahsulot, masalan aytaylik, savolda aytilgan olxo'ri bo'ladigan bo'lsa, shu mahsulot aniq bo'lsin.
Ya'ni uni navi, sifati, xo'p, uni miqdori masalan va shu bilan birgalikda kelishilgan narx ham aniq bo'lsin. Ya'ni masalan kilosi aytaylik 1000 so'mdan masalan yoki 2000 so'mdan. Mana shu narsani bitimni boshidayoq aniq qilib kelishib qo'yishligi kerak. Kerakki, keyinchalik bu mahsulotning narxini o'zgarishligi ta'sir qilmasligi kerak. Va shu bilan birgalikda buni muddatini ham belgilab qo'yadi. Salam savdosida muddatni eng kam 1 oy hisoblanadi. Xo'p, yana bundan tashqari mahsulot pishib yetilgandan keyin, xaridorga topshiriladigan vaqt kelgandan keyin xaridor o'zi borib mashin kira qilib, yo'l kira qilib o'zi olib kelib oladimi yoki sotuvchi o'zini mashinasida olib borib beradimi? Olib borib bersa, qayerda topshiradi bu mahsulotni? Mana bu narsa ham aniq belgilab qo'yishligi kerak. Shundagina inshaalloh bu to'g'ri bo'ladi. Mana bu hozir savolda aytilgan holatda bir qancha noaniqliklar bor. Bu noaniqliklar kelajakda oluvchi va sotuvchilarning o'rtasida nizo keltirib chiqarganligi uchun, ya'ni nizoga, kelishmovchilikka sabab bo'lganligi uchun mana shu savolda aytilgan shakldagi savdo bu nojoiz savdo hisoblanadi. Allohu a'lam. Aha. Namoz o'qishda sustlik, erinchoqlik paydo bo'lganday, muhabbat bilan o'qishim uchun nima qilishim kerak? Endi mo'min musulmon, bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Hop, namoz bu mo'min musulmon inson uchun katta bir ne'mat, Alloh taoloning katta bir hadyasi. Lekin inson bo'lganligimiz uchun ham ba'zida sustlik, malollanish bo'lib qoladi. Buni ulamolar aytadiki, mana shunaqangi holatda inson o'zini bir butun holatini, demak, muomalatlarini, uydagi ahli ayol, farzandlar, qarindosh urug'lar bilan bo'lgan munosabatlarini, hamma holatini bir taftish qilsin deydi. Chunki inson o'zi bilmagan holatda xatolarni, gunohlarni qilib qo'ygan paytda shunaqa Alloh taoloning ibodati nafsga og'ir kelib qoladi. Shuning uchun inson bunaqa vaziyatda avvalo o'zini bir isloh qilishlikka shoshilishligi kerak. Undan keyin har bir o'sha namozdagi har bir o'qiyotgan zikrlar, suralarni bir ma'nosini fahmlashlikka ham urinish kerak. Bu ham insonni o'sha o'qiyotgan namozini yana ham bir xushu bilan ado bo'lishligiga sabab bo'ladi. Shu bilan xushu, huzu bo'lsa, insonda ibodatga bo'lgan rag'bat yana ham kuchayadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadis shariflari bor. Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'atayn muqbilun alayhima biqalbihi va wajhihi illa wajabat lahul jannah dedilar. Ya'ni qaysi bir mo'min musulmon odam tahoratini chiroyli qilib, masalan turib 2 rakat namoz o'qisa va ana shu 2 rakatda ham butun vujudi bilan, qalbi bilan Alloh taologa yuzlanadigan bo'lsa, bu insonga jannat vojib bo'ladi deganlar. Bu juda ham katta maqom, juda ham katta bir sharaf hisoblanadi. Shuning uchun namozni o'qishlikka rag'bat susayib, malollanib qolishlikka eng asosan odam taslim bo'lib qolmaslik kerak. Shuni yengib o'tishlikka harakat qilishlik kerak. Inshaalloh bu narsa vaqtinchalik bo'lganligi uchun doimiy bo'lmaydi. Shunga harakat qilinsa, bu tezda bartaraf bo'ladigan narsa. Allohu a'lam. Domimizni sotdik va uchastka hovli oldik va bu hovlining remontiga pul kerak bo'lib qoldi. Dadam bizga aytmasdan juda yaqin tog'alardan qarz oldilar va uyni qolgan remontini bitirdilar. Shundan so'ng otamning ishlari yurishmay qoldi va qarzni qaytara olmay qoldilar. Lekin uzish niyatlari bor.
Va bir necha bor bizga, ya'ni oila a'zolarimizga ham bosim qilishga harakat qilishdi. Dadangning qarzini hammang berlaring deb. Lekin biz qarzni qaytarish niyatidamiz va qarindoshlarning orasida bu uy harom deb gap tarqatishmoqda ekan. Shu gaplari to'g'ri bo'ladimi va bizga bosim o'tkazishlari ham to'g'rimi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Albatta bunday qilishliklari to'g'ri emas. Aksincha bu gunohkor bo'lib qoladi o'shanday qilayotganlar. Qarindosh urug'larning o'rtasiga bir sovuqchilik tushib qoladi. Bu joiz emas. Va savolda so'ralayotgan holat, bu uy foydalanuvchilarga harom bo'lib qolmaydi. Nimaga? Chunki uyni ta'mirlash uchun uyni egasi demak qarz olyapti. Qarz bu qarz olgan odamning zimmasiga tushadi. Mana shu qarz olgan odamning o'zi demak buni qaytarishligi kerak bo'ladi. Xo'p, undan tashqari savolda aytilyaptiki, biz bu qarzni inkor qilayotganimiz yo'q. Balki buni qaytaramiz deyapmiz, to'laymiz deyapmiz. Shunga demak harakat qilinyapti, lekin hozircha ma'lum bir sabablar bilan bu qarzni qaytara olmayapmiz demoqchilar. Alloh taolo bu o'rinda Qur'oni Karimning Baqara surasida aytadiki, Astag'firullah va in kana zu usratin fanadhiratun ila maysara. Agar nochor bo'lib qolsalar, to qarzlarini qaytarish imkoni bo'lgunicha haqdorlar demak muddat qo'yib bersin, muddat cho'zib bersin deydi. Demak, mana shunday holatda agar qarzdor qarzimni to'layman deb turibdi, lekin o'ziga bog'liq bo'lmagan bir sabablar bilan to'lolmayotgan bo'lsa, haqdorlar ozgina sabr qilib turishliklari, unga shu qarzini to'lashga imkoniyat berishliklari kerak bo'ladi. Qolaversa bu holatlar qarindosh urug'larni orasida bo'lganda bu narsa yana ham e'tiborli bo'ladi. Sababi mana shu narsalarni deb demak silay rahim degan holat uzilib qolishligi va natijada qarindosh urug'larning o'rtasiga demak sovuqchilik tushib qolishligi mumkin. Vallohu a'lam. Bir tanishim molfurushga sarmoya kiritgan ekan. Molfurush tanishimga har oy savdodan bir xil foyda berar ekan. Shu to'g'rimi? Agar noto'g'ri bo'lsa, qanday kelishish lozim yoki afzal? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Xo'p, bu savoldagi holat shariatimizda mudoraba shartnomasi degan bitim turi bor, shartnoma bor. Ana o'shanga to'g'ri kelyapti. Faqat ba'zi bir to'g'rilab qo'yadigan joylari bor. Muzoraba shartnomasi shunaqaki, masalan, bir kishidan mablag' bo'ladi, ikkinchi kishidan xizmat bo'ladi. Savoldagi holatda demak ikkinchi xizmat qiladigan taraf o'sha hayvon savdosi bilan shug'ullanadigan ekan. Xo'p, bir kishidan mablag', ikkinchi kishidan xizmat bo'ldi va foyda qanaqa bo'ladi? Foyda savolda aytilgandek har oy muayyan bir summa mumkin emas. Foyda kelishilgan olingan foydani masalan 50% menga, 50% sizga yoki 60% sizga, 40% menga. Mana shu tartibda belgilanishligi kerak. Shunda agar shunaqa foiz shaklida belgilansa, qancha foyda bo'lsa ham o'shani masalan 50% unga, 50% bunga bo'laveradi. Hozirgi holatda, ya'ni har oy muayyan bir summani belgilab qo'yilgan shaklda bo'lsa, buni joiz emas deyapmiz. Nima uchun joiz emas? Chunki bir oy ishlab turib, o'sha qilingan foyda o'zi shu bo'lishi mumkin. Mana u paytda o'sha foydani hammasini pulni egasiga berib qo'ysa, xizmat qilgan odam hech narsasiz qolishi mumkin. Aksincha, agar foyda umuman bo'lmasa-chi, unda o'sha kelishuvga muvofiq mana bu xizmat qilgan taraf cho'ntagidan bo'lsa ham haligi kelishuvga asosan muayyan summani berish kerak bo'lib qoladi. Bu mumkin emas bu narsa. Shuning uchun agar muzoraba shartnomasida muayyan bir summa belgilanadigan bo'lsa, bu fosid muzoraba deyiladi. Fosid degani o'sha muzoraba shartnomasida shariat belgilab qo'ygan shartlarni bittasi buzilib qolsa,
shariatga nomuvofiq bo'lib qolsa, ana o'shani fosid muzoraba deyiladi. Bu yerda hozir buzilgan joyi aytayaptilarki, har oy demak pul egasiga ma'lum bir summani berib keladi deyapti. Mana shu joyi xato. Demak, to'g'ri shakli yuqorida biz birinchi aytib o'tdik. Ana o'sha shaklda amalga oshirilsa, inshaalloh to'g'ri bo'ladi. Allohu a'lam. Turmush o'rtog'im hozirda Rossiyada. Ishga ketganiga 5 oy bo'ldi. Rossiyada ko'p qolib, oilasini yolg'iz qoldirishi mumkinmi? Uzog'i 6 oyda kelish kerak deb eshitganman. Agar kelmasa, xotinligi qolmaydimi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Avvalo qisqa va lo'nda javob shuki, bu savol beruvchi aytganidek, xotin ma'lum bir muddat bir-birlari bilan yashamaslik natijasida oraga o'z-o'zidan taloq tushib qolmaydi. Taloq tushishligi uchun albatta ochiqdan ochiq taloq berishligi yoki taloqqa olib boradigan lafzlarni ishlatishligi kerak bo'ladi. Lekin shunchaki ko'rishmaslik, shunchaki bir-biridan uzoqda ayro yashashlik sababli taloq tushib qolmaydi. Xo'p, bu javob. Endi bu yerda aytiladigan narsa shuki, agar erkak kishi masalan albatta uylangandan keyin o'sha ayolini, farzandlarini moddiy ta'minot bilan ta'minlashlik uning zimmasiga vojib bo'ladi. Shuning uchun ham ehtimol shunaqa uzoq safarlarga ketishga majbur bo'lingandir. Bunaqa holatda ham masalan iloji bo'lsa agar tez-tez ayolini oldiga kelib turishligi, ulardan xabardor bo'lib turishligi kerak. Mabodo endi ayol kishi masalan shu eri uzoqqa ketganligi sababli misol uchun gunoh ma'siyatga ketib qoladigan holat bo'lsa, unda albatta ayolini yoniga qaytishligi kerak bo'ladi yoki ayolini o'zi bilan birga olib ketishligi kerak bo'ladi. Allohu a'lam. Biz qurilishda ishlatiladigan lesalarni ijaraga beramiz. Agar biz ijaraga bergan narsamizni ular beparvolik qilib o'g'irlatib qo'yishsa-yu, tan narxini to'lamaymiz, o'zini topib beramiz deysa, bir oy o'tib topilsa, shu bir oy uchun ham ijaraga haqqini olishimiz mumkinmi? Biz ular sabab kun yo'qotamiz, vaqt yo'qotamiz-ku debdilar. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Xo'p, bu holatda ya'ni bir narsani ijaraga olingan paytda maqsad o'sha narsadan foydalanish bo'ladi. Xo'p, endi ijaraga olgan taraf ana shu narsani beparvolik qilib, loqaydlik qilib yo'qotib qo'ysa, uni narsani egasiga to'lab berishligi kerak bo'ladi. Nimagaki bu odamning qo'lida u omonat turibdi. Omonat turgandan keyin omonatga ta'ddi qilishlik bilan to'lab beradi deyiladi. Beparvolik qildi, loqaydlik qildi, natijada o'g'irlab ketib qolsa, uni egasiga to'lab berishligi kerak bo'ladi. Endi mana shu hozirgi savolda aytilgandek yo'qolib qoldi va oradan bir oy o'tib keyin topilyapti va narsani o'z egasiga qaytarilyapti. O'sha narsani ijaraga bergan taraf boyagi yo'qolgan bir oy uchun haq olmaydi. Nimaga? Chunki bular shu narsani nima uchun oluvdi? Undan foydalanish uchun oluvdi. Mana bu bir oy muddatda shu foydalanish yo'qolib qoldi. Shuning uchun bular u bir oyga haq ola olmaydi. Endi mabodo bu ijaraga bergan taraf ijaraga olgan tomonni masalan shu bir oy yo'qolib qolganligidan gumon qiladigan bo'lsa, yo'q bular qasddan shunday qildi, ataylab shunday qildi deydigan bo'lsa, bunda u o'sha holatni, ya'ni ular qasddan qilganligini isbotlab berish kerak bo'ladi. Agar isbotlab bera oladigan bo'lsa, ya'ni mana bu tomon qasddan shu narsani qilganligi isbotlansa, unda boyagi bir oyga ham haq olishligi mumkin bo'ladi. Vallohu a'lam. Tashakkur. Juma kuni masjidda birinchi azondan avval ma'ruza qilinadi. Shu ma'ruza paytida nafl namoz o'qish, Qur'on tilovat qilib o'tirish yoki zikr qilib o'tirish mumkinmi? Xo'p, bunda bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Xo'p,
bu paytda ulamolar aytadilarki, eng afzal ishni qilishlik kerak deydilar. Ya'ni odatda juma kunida imom domlalarimiz, ustozlar ma'lum bir mavzuda suhbat olib boradi va tabiiyki bu suhbat ilmiy bir suhbat hisoblanadi. Shariatning hukmi aytiladi. Shuning uchun bu yerda odamlar birinchi eng afzal qiladigan ishi ana shu suhbatga qatnashishligi, suhbatdan demak o'ziga kerakli foydani olishligi kerak bo'ladi. Xo'p, keyin ulamolar aytadiki, xo'p, bir odam deydi suhbatga qatnashib, yonidagilarga xalal bermaydigan darajada past ovozda masalan ma'lum bir zikrlarni qaytarib o'tirishligi ham joiz deydi. Vallohu a'lam. Assalomu alaykum ustozlar. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Namozlardan keyin zikr qilganda oldin oyatal kursiyni o'qib, keyin tasbihlar, subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar aytiladimi yoki oldin tasbihlar, subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar aytilib, keyin oyatal kursiy o'qiladimi debdilar. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Bu holatda har ikkisi joiz. Ya'ni birinchi oyatal kursiyni o'qib, undan keyin tasbihlarni aytsa ham yoki birinchi tasbihlarni aytib, keyin oyatal kursiyni aytishlik ham joiz. Allohu a'lam. Men savdoda turaman. 3 ta aka-uka bo'lib ishlaymiz. Bizga boshliq akamiz. Bizning yo'nalishimiz ximikat dori sotish. Tabiiyki dehqonlarga qarzga beramiz. Akam aytgan, ko'rgan foydamizni 3 ga teng bo'linadi deb. Daftardagi qarzlar bilan hisoblasak, juda ko'p pullarimiz bor. Men ham zakot beramanmi shunda? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Xo'p, bu yerda demak 3 ta aka-uka sherikchilik bilan ish qilar ekan. Zakot masalasida qanday bo'ladi desa, demak bu odam avvalo mana shu sherikchilikdagi barcha mablag'larni hisob-kitob qiladi. Xo'p, shu sherikchilik asnosida kimlargadir qarzlar bergan bo'lsa, o'sha qarzlarni ham hammasini hisoblaydi. Keyin 3 ga bo'linadi. Har bir odam o'ziga tegadigan ulushni aniq qilib olgandan keyin, xo'p, bu mablag' agar nisobga yetadigan bo'lsa va 1 yil uning tasarrufida bo'lib turgan bo'lsa va bundan tashqari ham, masalan, boshqa shirkatdan tashqari ham mablag'lari bo'lsa, hammasini qo'shib turib zakot chiqaradi. Bu birinchi surat. Birinchi suratda mana bu hali qo'liga tegmagan, lekin tegishga umid bor bo'lgan qarzlar ham hisoblab turib, hammasidan zakot chiqariladi. Bu ham joiz. Endi ikkinchi bir shakl, ikkinchi bir surat borki, hop, hisoblab turib ayni bor mablag'larni va bu yoqdagi qo'lida turgan mablag'larni hammasini hisoblab turib zakot chiqaradida, mana bu qarzdan kelishi kutilayotganlarni alohida hisobga olib qo'yadi. Masalan, deylik, bu odamga, hozir savol so'rayotgan odamga qarzdan 10 million tegar ekan, masalan. Shu 10 millionni olgandan keyin 40 dan birini zakot qilib chiqarib qo'ysa ham bo'ladi. Demak, bu yerda ikkita surat bor. Birinchisi, hammasini hisoblaydi, qarzlar bilan birga o'ziga tegadigan ulush va qo'lidagi mablag' qarzlar bilan birgalikda zakot chiqaradi. Birinchi usul. Ikkinchi usul, boridan chiqarib turadi. Mana bu qarzlardan hozircha chiqarmay turadi. Qo'lga tekkandan keyin o'shani 40 dan birini chiqarib qo'ysa ham, demak bu to'g'ri bo'ladi. Vallohu a'lam. Ayol kishi qizlik uyida tunab qolishiga ruxsat bermasligi va ayol kishi buning uchun taloq so'rashi qanchalik to'g'ri? Bu erning ayoli oldidagi vazifasi hisoblanadimi shariat tomonidan olganda deb savol yo'llabdilar. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Avvalo, qiz bola masalan turmushga chiqmasdan turib, uning butun mas'uliyati otani zimmasida bo'ladi. Otani mas'uliyatida bo'lib turgan paytda, misol uchun agar bir qarindoshlarnikida tunab qolmoqchi bo'lsa ham otadan ruxsat so'raydi.
Endi turmushga chiqqandan keyin xuddi mana shu javobgarlik, mana shu mas'uliyat otadan erga ko'chib o'tadi. Endi agar biror joyda masalan o'zini qizlik uyida bo'lsin, tunab qolishlik uchun erdan ruxsat so'rash kerak bo'ladi. Er agar ruxsat bermasa, bu tunab qolishligi mumkin bo'lmay qoladi. Endi bu yerda masalan bir tomoni, yana bir tomonini ham aytishimiz kerakki, erlar ham albatta bunaqa vaziyatda o'zaro er-xotin kelishib, bir-birlari bilan chiroyli muomala munosabatda bo'lgan holatda vaqti bilan masalan o'zini qizlik uyida tunab qolishlikka ruxsat bersa, bu to'g'ri ish bo'ladi. Lekin buning uchun mabodo masalan erdan ruxsat so'radi, er ma'lum bir sabablarga ko'ra ruxsat bermadi. Mana shuning uchun erdan taloq olishligi shar'an to'g'rimi, taloq talab qilishligi to'g'rimi desa, yo'q, to'g'ri emas. Buning uchun taloq talab qilinmaydi. Albatta endi bu oilaviy masala bo'lganligi uchun ehtimol savolda qaysidir jihatlari bizga ham masalan ravshan bo'lmay qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunaqa holatda masalan birorta ahli ilmni oldiga yoki fatvo markaziga kelib turib voqeani butun tafsiloti bilan aytib berilsa, har ikki tarafga, ya'ni ayol tarafga ham, er tarafga ham kerakli demak maslahatlarni beriladi. Allohu a'lam. Mening do'stim Rossiya davlatida ishlaydi. U aytdiki, men 10 kunning ichida 2 marta Alloh asradi, o'limdan qoldim. Keyin yoshi katta sheriklarim aytdiki, qo'y so'yib ehson qilib yubor dedi. Men bu yerda tirik qo'yni topa olmayapman. Shunga so'yilgan qo'yni olib tarqatsam bo'ladimi yoki qo'y tirik bo'lib qon to'kilishligi kerakmi yoki ana shu qo'yning pulini ehson qilib yuborsam ham bo'ladimi deb savol berdi. Iltimos mana shu masalada do'stimga yordam bersangiz debdi. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Endi sadaqa turli balolarni daf qilishlikka sababchi ekanligi hadis shariflarda zikr qilingan. Lekin mana bu holatda masalan bir kishi yomon bir musibatdan saqlanib qoldi, o'limdan saqlanib qoldi. Shuning uchun albatta biror bir jonliq so'yishligi shart degan ko'rsatma yo'q. O'shaning uchun bu kishiga aytadigan gapimiz, o'sha so'yilgan hayvonni, halol hayvonni go'shtini olib tarqatsa ham yoki o'shani qiymatini, mablag'ini o'ziga o'xshagan masalan musofir odamlarga tarqatib haqqimizga duo qilib qo'yasiz desa ham bo'ladi. Vallohu a'lam. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bizga 2 o'limtik va 2 qon halol qilindi. 2 o'limtik baliq va chigirtkadir. 2 qon bo'lsa jigar va qora taloqdir dedilar. Ibn Moja va Al-Hakim rivoyat qilganlar. Savolim shundaki, yurak halol hisoblanadimi yoki harom? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Agar o'sha hayvonni, ya'ni mol, qo'y, tuya, echki, shunga o'xshagan go'shti halol qilingan hayvonlarni shariatga muvofiq so'yilgan bo'lsa, bemalol uni yuragini yeyish mumkin, iste'mol qilishlik mumkin. Allohu a'lam. Biz sinfdoshlar bilan go'shtga chaqib maslahat oshi o'ynaganmiz. Bir sinfdoshimiz uylanganda go'shtning narxi 36 ming so'm edi. Men unga 10 kilogramm go'shtning pulini, ya'ni 360 ming so'mni berganman. Oradan 1-2 yil o'tib men uylandim. Bu vaqtda go'sht narxi 48 ming so'm bo'ldi va men pul bergan do'stim 480 ming qilib berdi. Oradagi 120 ming menga shunda ribo bo'lib o'tadimi? Agar shu pul ribo bo'lsa, hozir o'sha 120 ming so'mni qaytarib berishim kerakmi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Haqiqatdan o'sha 120 ming bu kishiga halol bo'lmaydi, bu ribo bo'lib qoladi. Buni qaytarib berishligi kerak. Chunki odatda mana hozirgi kunda juda ham ko'paygan o'sha sinfdoshlar o'rtasida, kursdoshlar, oshna og'aynilar o'rtasida shunaqangi holatlar bor. Ma'lum bir summadan yig'ishibdi. Buni eng nimasi o'sha go'shtning narxiga yoki yana bir narsaning narxiga pichib qo'yishadi. Bu xato. Sababi bu narsa qarz hisoblanadi. Qarz. Qarzda
qancha berilgan bo'lsa, shunigina olish kerak. Undan 1 so'm oshiq olsa ham bu halol bo'lmaydi. Shuning uchun bu savolda so'ralayotgan holatda masalan nech pul bergan bo'lsa, o'shani olishlik kerak. Undan oshig'i halol bo'lmaydi. Allohu a'lam. Vitr namozining 3-rakatida Fotihani o'qib, zam sura o'qib, rukuga ketib qolsam, sajda qilib sajdai sahv qilsam bo'ladimi? Namoz buzilmaydimi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Haqiqatan 3 rakatlik vitr namozida duoi qunutni o'qishlik vojib amal hisoblanadi. Endi bir kishi o'sha duoi qunutni o'qimasdan to'liq ruku sajdaga ketib qoladigan bo'lsa, oxirida sajdai sahv qilishlik bilan bu namozga yetgan nuqson bartaraf qilinadi. Allohu a'lam. Qunut duosini bilmayman. Vitr namoz 3 rakat qanday o'qiyman? Ya'ni 3-rakatini qanday o'qiyman debdilar. Duoi qunutni bilmayman deyaptilar. Shunday. Hop, bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Avvalo bu savol so'rovchi demak birodarimizga aytamizki, duoi qunutni ozginadan bo'lsa ham yodlab olishlikka harakat qilsinlar. Chunki bizni Hanafiy mazhabimizda o'qiladigan duoi qunut bu Hazrat Umar roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan. Musannaf ibn Abi Shaybada sahih isnod bilan keltiriladi bu rivoyat. Xo'p, shuning uchun yodlashga harakat qilsinlar. Endi yodlagungacha ba'zilar aytadiki, ko'p beriladigan savol shu Ixlos surasini o'qisam bo'ladimi deydi. Yo'q, mumkin emas, bo'lmaydi. Nimaga? Chunki bu yer o'z-o'zidan ma'lumki duo o'qiladigan joy. Sura Ixlos bu o'z zoti bilan Qur'oni Karimning bir surasi. Shuning uchun sura Ixlos o'qilmaydi. Duoi qunutni yodlab olgungacha Alloma ibn Abidin rahimahullohning Raddul Muxtor kitobida keltirilishicha Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Mana shu duoni o'qib turadi. Yo'q, men bu duoni ham bilmayman desa, unda ulamolar aytadiki, Allohumma g'firli, Allohumma g'firli, Allohumma g'firli deb 3 marta aytadi deydi. Bunga ham qiynaladigan bo'lsa, ya Robb, ya Robb, ya Robb. Mana shu 3 xil duoni tavsiya qilganlar. Duoi qunutni yodlab olgunicha. Vallohu a'lam bis-savob. Ba'zi insonlar 18 ming olamni yaratgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin deb duo qilishadi. Rostdan ham Alloh 18 mingta olamni yaratganmi? Endi 18 ming olam iborasi tafsirlarda uchraydi ko'proq, xususan Imom Suyuti rahimahullohning Durrul Mansur tafsirida ham keladi. Xo'p, bu lekin shuni aniq alohida bilib qo'yishligimiz, e'tibor qilib qo'yishligimiz kerakki, 18 ming olam haqida Qur'oni Karim oyatlarida yoki sahih hadislarda uchramaydi, kelmaydi. Shuning uchun ham bu yerda ba'zi ulamolar 80 ming olam deydi. Ba'zilar yana undan ham ko'prog'ini aytadi. Lekin o'sha muhaqqiq ulamolar aytadiki, bu yerda adad ayni adad e'tibor emas, balki Alloh taoloning yaratgan maxluqot va mavjudotlarini ko'pligidan bir kasratdan kinoya tarzda aytiladi bu ibora deydilar. Vallohu a'lam. Tashakkur domla. Va bugungi ko'rsatuvimizga kelgan so'nggi savol ekan. Shuni o'qib eshittiramiz, keyin yakun yasab berasiz. Namozda 1-rakatda 3 yoki 4 ta kichik suralarni jamlab zam sura qilsa bo'ladimi debdilar. Xo'p, bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Xo'p, birinchi bilib olishimiz kerak bo'lgan holat bu o'rinda Sura Fotihadan keyin zam sura o'qishlik vojib. Vojibni eng kam miqdori 3 ta qisqa oyat yoki bitta uzun oyat. Bu eng kam miqdori. Ko'pini chegarasi yo'q. Shuning uchun o'qish mumkin. Lekin mo'tabar fatvo kitoblarimizda ulamolar aytadilarki, shunday bo'lsa-da, farz namozlarda bitta sura o'qishlik mahbub ish. Sunnat, nafl namozlarda 2 ta 3 ta zam sura o'qishlik mumkin deydilar. Vallohu a'lam.
Muhtaram azizlar, shuning bilan bugungi onlayn savol javob ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetibdi. Biz sizlardan kelayotgan savollarga to'liq javob berishlik albatta vaqtimiz sig'dirmaydi. Shuning uchun ham saytimiz orqali yoki o'zingizga shaxsiy yozma ravishda albatta savollaringizga javob beramiz. Alloh taolo barchalarimizga manfaatli qilsin. Keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.